Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Nodir aka YouTube kanalining obunachilari, hurmatli akalar, ukalar. Xo'sh, hafta kuni bilan yakshanba Qashqadaryo viloyati Qarshi mashina bozoridan videomiz. Xo'sh, 11-yanvar chislomiz. Xo'sh, Qarshi mashina bozorida narx-navolar qanday? Hurmatli obunachilar. Xo'sh, akalar, Qarshi mashina bozoridan narx-navolarni bilmoqchiman. Narx-navolar qanday bo'lyapti ekan? Malibular, Captivalar, Nexia 1, Nexia 2 Cobaltlar, Gentralar narxi qanday bo'lyapti? Bilmoqchi edim degan akalarimizga nasib bo'lsa biz video qilib sizlarga taqdim etamiz. Bitta layklarni bosib, obuna tugmachasini bosib bizni kuzatishlaring mumkin. Yilda xizmatdamiz, xalq xizmatdamiz. Ob-havomiz biroz ozgina noqulayroq bo'lib turibdi, uni to'g'ri tushunasizlar. Shamol bo'lyapti, to'polon bo'lyapti. Qo'limizdan kelgancha videolarni sizlarga taqdim etamiz. Egasi ruxsat berganlardan. Xo'sh, hurmatli akalar, varianti borlardan 10 million, 15 million, 20 million, 30 millionga ham qanaqa mashinalar chiqadi? Chiqadigan mashinalardan sizlarga taqdim etamiz. Xo'sh, YouTube kanalimizni pastki tomoniga o'tib turib, Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalaring, Telegram kanalimizda ham har xil xizmatlarimiz bor. Uyda o'tirgan holda mashina sotaman, uyda turib mashina olaman degan akalarimizga ham shunaqa xizmatlarimiz bor. Qani bo'lmasa boshladik. Kommentariyaga fikrlaringizni bildiringlar. Qanaqa mashina olmoqchi bo'lsalaring, shulardan chiqarib boraveramiz. Boshladik. Xo'sh, Qarshi mashina bozoridan akamiz Nexia'ni qo'yib qo'yavering dedi. Nexia'dan boshlaylikchi. Xo'sh, Nexia 2 mashinasi 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 1.6 Donus konditsionerlari bor. Xo'sh, aka telefonda gaplashyapti ekan. Xo'sh, 4 ta balonlari, archa balonlar taqilgan, yangi kalpoqchalar qo'yilgan. Aka, qayerda mashinasi bu aka? Akamiz telefonda gaplashyapti ekan. Hozir gaplashib bo'lgandan keyin ma'lumotlarni berib o'tamiz. Super salon. Xo'sh, salonlar holati mana, polik chihol qilingan. Mashina tayyor holatda. Xo'sh. Akamiz telefonda gaplashyapti. Hozirgina bizga qo'yib qo'yavering dedi. Hozir ma'lumotlar. Aka, bezovta qildik sizda ham. Qayerda mashina dedingiz buni aka? Qamashi rayonida mashinasi. Aka, necha ming yurgan bu? 3 kundan oshgan. 3 kundan oshgan. Kraskalar qanday? Kraskasi yo'q. Kraskasi top-toza, kraskasi top-toza. Motor hadovoylari qanday aka? Hadovoy yaqinda qildirdim, motor hali ochilgani yo'q. Motor ochilgani yo'q, hadovoylar yaqinda qildirdim. 4 ta yangi pachka balon qo'yilgan. Generalni ham qilib beraverasiz? Dehqonchilik, tirikchilik. Dehqonchilik. Dehqonchilik akamizniki. Aka, narxini nech pul deyapsiz buni? 50 so'rayapmiz. 50 so'rayapsiz, ha? Bozor nech pul qildi? Nech pulga bermadingiz? 40 so'rayapti. 40 millionga naqdga so'radimi? Naqdga so'rayapti. 10-15 million variantga so'ramadimi? Yo'q, Naqdga 40 millionga so'radi, bermadim deyapti. Aka, qanday variantlarga sotasiz buni? Kelishtirib ayting obunachilarga. Aka, bizga kommentariyaga fikr bildiradi. Aka, 30 million pulim bor, Nexia 2 olmoqchi edim. Qolgan 15 million, 20 millionlarini variant qilib bersa bo'lmaydimi ekan? Bitta so'rab ko'ringchi, shunday holatini ham chiqaring deydi-da bizga. Telefonda qo'ying, gaplashamiz, mayli agar Gaplashaverasiz. davlat ishida ishlaydigan bo'lsa. Ha, 10-15 million yetmay qolsa gaplashaverasiz. Gaplashaveramiz. Telefon raqamingizni aytib qo'ying. 94 94lik 626 626 0082. 0082 akamizga telefon qilib savdolashib olaverasiz. Akamiz bayli telefonni yozib qo'ying, gaplashamiz deb aytayapti. Mana mashinaning turgan holati, polik chihol qilingan, mashina tayyor holatda. Bu tomondan ham mashinaning turgan holati akalar. Xo'sh, bu tomonga qarab videomizni davom etamiz. Xo'sh, hurmatli obunachilar, egalari ruxsat berganlarda bir qator Cobalt kimdan ekan bu? Cobalt mana ko'rdim. YouTube ga qo'yib qo'yiraylikmi? Qayerda mashinasi ekan? Shahrsabz shaharda mashinasi. Ko'ringlar hurmatli obunachilar, Cobalt. Yili necha dedingiz aka bu? 2013 ikkinchi pozitsiya. 2013-yil 2-pozitsiya. Xo'sh, mana motorlar holati. Aka, motor hadovoylari qanday? Motor hadovoy karobka hamma joyi zo'r. Hamma joyda. Qilingan. Motor hadovoylari ishi yo'qmi? Yo'q, qilingan, tayyor. Motor hadovoylari ishi yo'q, qilingan, tayyor deyapti mana. Mashinaning turgan holati qaymoq rang. 4 ta balonlari mana o'rtacha holatda, kalpoqchalar qo'yilgan. Olgan odam baraka topadi. Xo'sh, olgan odam baraka topadi deyapti. Mexanik tarafga mana. Salonlar holati. Xo'sh, polik chihol qilingan mashina tayyor holatda. Xo'sh, aka necha ming yurgan bu? 520 ming. 520 ming. O'zining halol, ha? Halol.
O'zining haloli. Yopmay turing aka orqasini. Xo'sh, hurmatli obunachilar, orqalari mana. Xo'sh, mana metan gazlari bor, aptechka angishtitel. Hammasi bor. Zapaska damkarat, balon ko'rish hammasi joy-joyida. Xo'sh, mana Cobalt turgan holati. Orqa ikkita baloni yangi. Aka bu to'rtta balonlari ham yangi deyapti. Aka buni kraskalari qanday bu? Kraska 3 ta detal. 3 ta detal, ha? Kraska 3 ta detalda bor deyapti. Oldi orqa butuni? Oldi orqa butun deyapti. Strashni udari yo'q. Bemalol ustalaringni olib kelib ko'rsatib olaverasizlar. Akamiz ishda joyida kraskasi bor deyapti. Ustani olib kelsalaring, balkim ikkita joy topar, balkim to'rtta joyini topishi mumkin. Endi uni usta bilan ko'rib olaverasiz. Aka nech pul deyapsiz buni? Buni bo'ladigan narxi 73 million so'm. Bo'ladigan narxi. 73 million bo'ladigan narxi deyapti. Akamiz telefon nomerini nasib bo'lsa saytida qoldiramiz, gaplashib turib olaverasizlar. Aka buni qanday variantlarga sotasiz buni? Narxga bosib. Aka bir 40 million, 50 million puli borga ham sotaverasiz? Yo'q, narxga sotib. Faqat narxga sotasiz. Generalni ham qilib berasizmi? Generalni bo'lmaydi. Generalni bo'lmaydi deyapti. Tirikchilik, dehqonchilik. Tirikchilik. Tirikchilikdamiz deyapti. Generalni bo'lmaydi deyapti. Nomlariga o'tkazib olaverasizlar. Aka telefon raqamingizni ayting. 88lik 88lik 804 804 80 80 89 akamizga telefon qilib savdolashib olaverasizlar. Rahmat aka, charchamang, bozoringiz bersin. Xo'sh, hurmatli obunachilar, videomizni davom etamiz. Arzon-arzonlardan. Xo'sh, 2026-yildan boshlab narx-navolar qanday? Narx-navolar ozgina tushganmi yo ko'tarilganmi? Xo'sh. Hurmatli obunachilar, Malibuchi akamiz. Aka, assalomu alaykum. YouTube'ga qo'yib qo'yuraylikmi reklamaga? Hozir gaplashib olaylik. Gaplashib olyapsizmi? Xo'sh, gaplashib olaylik deyapti. Xo'sh, Malibu mashinasi akamizdan boya so'rab o'tdim. 120 million deyapman dedi, 105 millionga bermadim deb turib aytayapti. 100 millionga ham berishi mumkin. 150 ming kilometr, 145 ming kilometr yurgan ekan oq Malibu mashinasi. Xo'sh, Lasit kimdan ekan bu? Assalomu alaykum. Aka, YouTube'ga qo'yib qo'yaylikmi? Xo'sh, qayerda mashinasi ekan? Chiroqchiniki. Chiroqchi tumanida mashinasi. Lasit. Yili necha? Aka, nomerini olmaymiz. Mashinani o'zini qo'yib qo'ysak bo'ldi. Xo'sh, 2010-yilda 2010-yilda ishlab chiqarilgan Lasit mashinasi. Xo'sh, 1.8 motor ha bu? 1.8 motorlari. Aka, motor hadovoylari qanday buni? Hadovoylarda ozgina ishi bor, motorlari yaxshi. Motorlari yaxshi deyapti. Necha ming yurgan? 193 ming kilometr yurgan. Kraskalari qayerda bor? Aka? Xo'sh, hurmatli obunachilar, mexanika avtomat. Xo'sh, avtomat diskachalar qo'yilgan. Mana hurmatli obunachilar, balonlari o'rtacha holatda. Endi diskasini ko'rib, mexanika avtomat turib so'radim. Salonlar holati mana hurmatli obunachilar, tuning qilingan. Projinli salon, polik chexol, monitorlar qilingan. Mashina tayyor holatda. Qaysi tomonda dedingiz aka kraskasini? Kraskasini qaysi tomonda? Mana shu tomonda, mana shu yerda kraskachasi bor deyapti. Boshqa joyida kraskasi yo'qmi? Oldi-orqa butun strashni udari yo'q. Oldi-orqa butun strashni udari yo'q. Ustalaringni olib tekshirib ko'rib olaverasizlar. Xo'sh, hurmatli obunachilar, mashinaning turgan holati mana ko'ringlar. Xo'sh, akamizda qalarni ham mana bunday ichindagi kelchalardan qo'yilgan Lasit deb turib. Xo'sh, mana orqalari. Xo'sh, mana. Xo'sh, zapaskalari bor, damkar balon ko'rish hammasi bor, ha, joy-joyda. Xo'sh, benzinda mashina. Benzinda, gaz qo'yilmagan deyapti. Xo'sh, kraskalarning hamma tomon ma'lumotlarni berib o'tdik. Yurganini qancha dedingiz aka? 193 ming yurgan ekan, 2 kurubga yetmagan yurgan. Aka, nech pul deyapsiz buni? 75 million. 75 million deyapmiz. So'raverasiz deb turib aytayapti. Aka, buni qanday variantlarga sotasiz? Narxga sotasiz faqat. Faqat narxga sotaman deyapti. 75 million so'rayman. Kelib turib so'raverasizlar deyapti. Faqat narxga ekan. Variantlardan yo'q deyapti. Varianti borlardan ham to'g'ri kelsa chiqaraveramiz. Aka, telefon raqamingizni aytib qo'ying. Nechilik? 95lik
029 3088 akamizga telefon qilib savdolashib olaverasizlar. Xo'sh, ko'ringlar. Hurmatli obunachilar. Xo'sh. Kabul kimdan ekan? Aka sizdanmi? Qo'yib qo'yiraylik YouTube'ga. Necha ekan yili? 14. Qancha deyapsiz? 2014 100 million deyapmiz dedi. Xo'sh, 2014 100 million deyapmiz dedi. Xo'sh, Luka bordan. Gentra kimdan ekan bu? Sizdan qo'yib qo'yiraylikmi aka YouTube'ga? Xo'sh, Gentra mashinasi. Ko'ringlar hurmatli obunachilar. Luklari bor. Yili necha aka buning? 2017. 2017. Mexanik avtomat. Mexanika avtomat. Avtomat. Avtomat korobka 2017-yilda ishlab chiqarilgan Gentra mashinasi. Xo'sh, motor hadovoylari mana, motorlar. 190 ming kilometr yurgan ekan. Xo'sh, benzinda aka bu? Benzinda. Mana ko'ringlar. Xo'sh, avtomat korobka. Balonlar, to'rtta balon yangi. Avtomat diskalarda. Xo'sh, luklari bor. Xo'sh, mana salonlar holati hurmatli obunachilar. Ko'ringlar. Polik qilingan chexol qilib olasizlar o'zlaring. Xo'sh, mashinaning turgan holati. Xo'sh, mana bu tomondan turgan holati. Xo'sh. Aka bunisi ham sizlardanmi? Bu necha yili? 2020. 2020-yilda Nexia 3 mashinasi. Bu qanday motor hadovoylar? Motor hadovoylar ishi yo'q. Tegmaga, kraskasi yo'q. Mexanika avtomat. Mexanika 131 ming probeg. 131 ming probeg. Metan pokoleniya. Metan 4-pokoleniya, 4-pokoleniya. Aka bu Gentra'ning qayerda kraskasi bor buning? Krılosida bor, kapotining ichida bor. Krillosida, kapotining ichida bor. Ichiga o'tmagan, oldi orqa o'tin strashniy udari yo'q. Xo'sh. Aka bu narxi nech bo'lyapti? Buni narxi 105 million. 105 million. Bozor nech pul qildi? Qanchaga bermadingiz? Buni 102 ga bermadik, 105 bilan 102 ga bironima qo'shilsa beramiz. 100 dan pastiga bitaveradimi? Yo'q, 100 dan pastiga Bitmaydimi? yo'q. Qanday variantlarga sotasiz? Nech puli bor odam? Variant puli 1 oygacha kutamiz, yetmaganmi? 1 oygacha endi 10-15 million yetmasa kutaverasiz. Agar 50 million bo'lsa, qolganini bankam qilib beramiz. 50 million puli bo'lsa, bemalol telefon qilishsa sizga ishi bitaveradi. Ishi bitadi. Bemalol 50 million pullaring bo'lsa, bemalol telefon qilishaverasizlar akaga, ishi bitaveradi deyapti. Bankam qilib beraveraman deyapti. Farqi yo'q, pullarga bo'laveradi deyapti. Barter ham qilaverasizmi aka? Qilamiz. Barter ham bo'laveradi deyapti. Xo'sh, buni kraskasi qanday? Kraskasi yo'q. Buni kraskasi yo'q, top-toza mexanika. 2020-yilda, 2020-yil Ravon X3 mashinasi. Metanlari bor. Xo'sh, buni gazlari bor, metanlari bor. Buning benzinda. Buni nech pul deyapsiz? Buni 100 million. Buni ham 100 million deyapti. Bu ham shunga variantga chiqib ketaveradimi? Xuddi bunday Gentra'dek. Xuddi shunday variantga chiqib ketaveradi deyapti. Telefon raqamingizni aytib qo'ying aka. 90lik 90lik 639 639 1066. 1066. Akamizga telefon savdolashib olaverasizlar. Rahmat aka, charchamang. Qayerda mashinasi dedingiz ikkovi? Koson tumanida mashinasi. Xo'sh. Aka qaysi tomonga chaqirdi hozir? O'zijon, hozir. Qanoni berdik. Ikkita Cobalt bor. Qaysi? Mana bu. Aha. Necha yili buning? Buni yili 13. 13. Unisi qaysi? Unisi. Oldingda unisi boshqa. 2013-yil. Bu qanday şampanskiy sveti? Şampan svit, kraska yo'q. Kraska yo'q. 278 ming hozir halol probega. Balon demaydi, salon demaydi, hadovoy demaydi, motor demaydi, korobka demaydi, hamma akkumulyatorlargacha yangi. Hamma narsasini taxlab qo'ygansiz. Taxlab ham o'zini, ana o'zi katta mashina haydaymiz, ana qilmaymiz. Faqat olish kerak, minish kerak. Olish kerak, minish kerak. Xarajatlari yo'q. Xarajat 1 so'mlik xarajat. Kraskasi qanday? Tomchi kraska bo'lsa, любой ustasiga ko'rsatib bersin. Kraskasi yo'q deyapti, tomchi kraskasi bo'lsa, o'zlaring kelishib olaverasizlar. Ustalaringni olib kelib tekshirib ko'rib olaverasizlar. Shu akamizdan tekshirib ko'rib olaverasizlar. Mana akamiz. Beramiz. Akamiz. Baraka topadi mashinadan. Inshaalloh. Nasib bo'lsa kelishtirib beramiz deyapti. Barakat topadi deyapti akamiz. Aka buni pulini aytib o'ting buni. 2013. Pulini 85 deyapman, kam bor kelishamiz. 85. Nech pulga bermadingiz bozorga? 77 million qilishni bermadim. 77 million. Generalni ham qilib beraverasizmi? Xohlasa generalni, xohlasa nomida o'tkazib. Aka bu nech puli bor odam
varianti bilan telefon qilishaversin. To'lamiz. To'lovlaringiz bor, faqat naqdga sotamiz. Naqdga kelishtirib berasizmi aka? Kelishtirib Naqdga beraman, kelishtirib ha. beramiz. Nasib bo'lsa akamiz telefon raqamini qoldiramiz, bemalol savdolashib olaverasizlar. Unisi qaysi aka? 94 94lik. 021 021 36 36 36 36 akamiz. 77 77 118 118 02 20. 02 20. O'zimga mana shu mashina so'raydiganlar telefon qilaversin, faqat kechqurun telefon qilmasin. Yo'q, Rossiyadan turib 3 ga ham telefon qiladi, 2 ga ham shu soat 8-10 gacha telefon qiladi. Faqat kunduzkuni telefon qilishsin deyapti. Ha, kechqurun telefon qilib bezak Mana bu ham qilishmasin. ukamniki. Xo'sh, buni shunimi? Ha, 2014. 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Tomchi kraska yo'q. Aha, buning ham ma'lumotlarini Ha, berib o'ting. ma'lumot. Даже головка ko'tarilmagan. O'zini rodnoy головка ko'tarilmagan. Galovkalar 110 probeg. 110 ming yurgan. Halol probeg. Halol probeg o'zini. Super variant. 3 kun bo'ldi metan qo'yilganiga, benzinga yurgan. 3 kun bo'ldi metan qo'yilganiga deyapti. Shu paytgacha benzinga yurgan. 4 ta archa balon yab yangi qo'yilgan. Ha, ukamniki. Hojibo nomerni aytib yuboring. 94lik 94lik 333 333 90 85. 90 85 akamizga telefon qilib savdolashib olaverasiz. Bular naqdga, Naqdga. bular naqdga sotiladi. Ha. Bichirdingizmi? Xo'sh, oxirgi narxi 90 million bo'lsa berib yuboramiz deyapti. Mana shu Cobalt mashinasini ko'ringlar, faqat naqdga, variantga yo'q chiqmaydi. To'lovimiz bor deyapti. Hozirroq kattaroq mashinaga to'lov qilganmiz edi, shuni olmoqchimiz. Xo'sh, deb turib aytdi. Mana bunisi ham, ikkalasi ham sotiladi. Akamizni mashinasi. Telefon qilsalaring, akamiz ko'taradi. Rahmat aka, charchamang, bozoringiz bersin. Xo'p. Desa chiqadi sizni ham. Nodirbek deb yozsangiz chiqaveradi aka. Telegram, YouTube. YouTube'da. YouTube'da pastki tomoniga o'tsangiz, Telegram kanalimizda ofitsialiyasi bor. Xohlasangiz Telegram kanalimizga o'tib Nodirbek, qo'ysangiz, shunday o'tib qo'yaverasiz. Rasm chiroyli choy bor. Rahmat. Xo'p aka, yilda xizmatdamiz, nasib bo'lsa, xo'sh, xalqqa xizmatdamiz, qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz. Akamiz endi tirikchilikda ekan, Endi tirikchilikdagilarni ham video qilmasangiz bo'lmaydi, hurmatli akalar. Buni to'g'ri tushunsalaring bo'laveradi. Tirikchilikdagilar ham sizlarga bir 5 million, 10 million, 20 million, 30 milliongacha qo'yib yubormaydi. Gaplashib turib kelishtirib olaverasizlar. Ular ham. Prosta ularning tirikchiligi shundan. Shuning uchun tirikchilikdagilar deyiladi. Xo'sh. Akalar, videomizni davom etamiz. Bozor bu tomonni avjida. Egalar mana 07 319 akamiz qo'yib qo'yavering deyapti. Ko'ringlar mana oppoq rangdagi 07 mashinasi 800 gachalar bor. 4 ta balonlar yab yangi qo'yilgan. Qayerda mashinasi aka bu? Qarshiniki. Qarshi shaharda mashinasi. Yili nechi? 2007. 2007 injektor karburator. Karburator 2007-yilda ishlab chiqarilgan 07. Oppoq gazlari bor, propanlari bor. Mana salonlar holati. Xo'sh, polik jihol qilingan mashina qanday holatda. Aka necha ming yurgan bu? 3 kuruq yurgan ekan deyapti. 3 kuruq yurgan dedi mana. Zakon holatda turibdi. 07 minaman degan obunachilarimiz. Ko'ringlar mana. Akamiz qo'yib qo'yaver deyapti, sotaman deydi. Xo'sh, aka buni kraskalari qanday? Kraskasi lotka ustidan sepilgan. Asijit qilingan, ha? Oldi arqa butun istirashni o'tari yo'q. Oldi arqa butun istirashni o'tari yo'q deyapti. Kraskasi ustalaring olib kelib tekshirtirasizlar, ko'rasizlar, olmoqchi bo'lsalaring. Bemalol olaverasizlar. Aka buni narxini nech pul deyapsiz? Narxi 30 deyapman. 30 million. Bozor nech pul qildi? Qanchaga bermadingiz? Bozor to'g'ri jazman xaridor. Jazman so'ragan yo'q, ha? Jazman so'ragan yo'q deyapti. Aka variantga ham sotaverasizmi buni? Variantga yo'q. 15 million, 20 million puli bo'lsa, qolgan bir 5 million, 6 million yo 10 millionlarini 20 millionlar bo'lsa, qolganini kelishaverasizmi? Bir 15 kun, 20 kun, 1 oygacha. 15 kun, 20 kun, 1 oygacha narsa savdoga ham kelishaveramiz deyapti akamiz. O'zi 30 million bo'lsa kelishtirib berib yuboraman deb turib aytyapti. Hadovoylar hammasi bo'lgan deyapti. Motorlari ham zakonni ishlaydimi aka? Yo'q, emaydi. Bitta kaltda. Bitta kaltda oladi. Telefon raqamingizni aytib qo'ying.
97'lik 97'lik 676 676 41. 40 akamizga telefon qilib savdolashib olaverasizlar. Rahmat aka, charchamang, bozoringiz bo'lsin. Xo'sh, Nexusdanmi aka? Qo'yib qo'yaylik. Salom. Ya arzonchi emasda qo'yib yuborsak shirqmi? Yo'q, qo'yib yuborasiz aka, telefon qilishadi, nasib bo'lsa Nexus olaman deydiganlar, telefon qilib bemalol savdolashib sotaverasiz. 2 metr. 3 kira yurgan. Aha, ma'lumotlarni berib o'tavering. Kapot kiriladi, kraska bor. Bo'ldi, boshqa o'rdan yo'q, mana shu bir qarz joyiga bor. Ichiga o'tmagan. Shuning kapot kirilla kraska bo'lib ketgan bo'ldi. Shuning uchun kirib kapot kiriladi. Qolgan bitta joyi bor, antena tepaga ko'chirilgan. Antena tepaga ko'chirilgan. Akamiz ma'lumotlarni berib o'tdi. Shumkalari bor. Shumkalari bor deyapti. 4 ta balonlari o'rtacha holatda, bemalol motor hadovoylari yaxshi deyapti. Kraskalarni aytib o'tdi. Necha ming yurgan aka bu? 3 kira yurgan. 3 kirib yurgan. 3 kirib yurgan deyapti, yurgan. Boshqa konditsionergacha ishlaydi deyapti. Mana polik jihol qilingan, mashina tayyor holatda. Ko'ringlar. Yurgani 3 kirib yurgan deyapti. Mana mashinaning bu tomondan turgan holati. Xo'sh. Yumshoqqina. O'ting. Aka, qayerda mashinasi dedingiz buni? G'uzor tumanida mashinasi. Qancha deyapsiz aka buni? 16 dermi? Kami bor. 16 deyapti. Generalni ham qilib berasizmi? Dehqondan, ha? Dehqondan deyapti akamiz, generalni ham qilib beraveramiz deyapti. Mana ko'ringlar hurmatli obunachilar. Aka, buni qanday variantga sotasizmi? Faqat naqdga. Faqat naqdga sotasizmi? Nech pulga bermadingiz? Bozor nech pul qildi? 42 ga bermadingiz. 42 ga bermadingiz. Ertalab 41 ga bermadim dedi, hozir 42 ga bermadim deyapti. Telefon raqamingizni aytib qo'ying. 90lik 868 868 0234. 0234. Akamizga telefon qilib savdolashib olaverasizlar. Nexia bir olaman degan obunachilarimiz ko'ringlar. Hurmatli obunachilar. Xo'sh. Lasetti kimdan ekan bu? Xo'sh, Lasettilar narxlari tushmoqda deb turib bizga ko'pchilik aytyapti. Lasettilardan ham chiqarib qo'yaveramiz. Xo'sh, egasi yo'q ekan buning. Bunisini ko'ramiz hozir. Lasetti kimdan ekan bu? Mana bu. Zankidan ko'rsating. Qaysi? Mana bu oqmi? Oqni boya qaradim, siz yo'q ekansiz. Yili nechi buning aka? Xo'sh, egasi ko'rsatib o'tavering deyapti. Mana ko'ringlar hurmatli obunachilar. Lasetti mashinasi 1.8 motorda, motorli holatda, propanda. Yili nechi aka bu? 12 aka. 2012-yilda ishlab chiqarilgan Lasetti mashinasi. Ko'ringlar mana. Bitta petno bor deyapti, kraskasi, qolgan joyi top-toza deyapti. Motor hadovoylari qanday aka buni? Motor hadovoylari chotki. Motor hadovoylarida ishi yo'qmi aka? Motor hadovoylarida ishi yo'q deyapti. Xo'sh, hammasi joy-joyida turibdi. Generalni ham qilib beraverasizmi aka? Generalni ham bo'laveradi deyapti. Bu tomondan aylanib o'tib bo'lmaydi. Akalar ko'payib qoldi, klient kelib qoldi. Mana mashinaning turgan holati, 4 ta baloni o'rtacha holatda. Bu tomondan ko'rsatib o'taveramiz, hurmatli akalar. Mana ko'ringlar, Lasetti. Pul arzonlardan. Hozir pulni ham egasidan so'rab o'tamiz. Qanchaga sotar ekan? Xo'sh, aka, necha ming yurgan dedingiz? 300 ming yurgan. Halol turadi-ku o'zi. Aka, nech pul deyapsiz buni? 80 ming. Qanday variantlarga sotasiz? Keyin chiqadi. Variantlari aka 30 million 40 million puli bor odam ish bitaveradimi telefon qilishsa? Bitaveradi, 30 million 40 million puli bor bo'lsa ham bitaveradi deyapti telefon qilishsa. Variantlarni generalni ham chiqaveradi deb turib aytyapti. Aka, nech pulga bermadingiz? Bozor nech pul qildi? 68 millionga bermadi deb turib aytyapti. Telefon raqamingizni aytib qo'ying. 95lik 991 27 akamizga telefon savdolashib olaverasizlar. Rahmat aka, charchamang. Xo'sh, hurmatli obunachilar. Qaysi birini? Bu boshdanmi? Birdaniga shunday bittaga javlikka nima qilib qo'yaylik aka? Buni bitta nima qilib qo'yaylik. Qaysi sizniki? Xo'sh, qora Lasetti 1.8. Xo'sh, Gentra 2009 a? Yili 2009. Gentra yili necha? 2015. Xo'sh, 2015-yil. Unisi Lasetti 2012. Gentrachi 15. 2012, 2015, 2009 Gentra Lasetti mashinasi bor akamizda. Sotiladi. Hammasini bir qator qo'yib qo'yavering deyapti.
Aka bular qanday variantlarga chiqadi? Kraskalari qanday bo'lardi? Kraskalari yoq-yoqda petnalari bor. Yoq-yoqlarda petnalari bor. Ustasini olib kelib, bemalol gaplashib, savdolashib olaveradi. Lasetti kerak bo'lsa, lasetti, Gentra kerak bo'lsa, Gentra olaveradi. Bemalol. Buni variantlarini aytib o'tingchi, bizga kommentariyaga fikr yozadi. Aka 15 million, 20 million pulim bor, variantga 2014, 13 olmoqchiman deb turib. Bankdan 40 milliongacha kredit beradi aloqa bankida. Aloqa banklar 40 milliongacha beradi. Aloqa bankka Gentra'ya bular 50 million, Lasettilarga 40 milliondan beradi. beraveradi, Lasettilarga. Aka bu 2009 narxi qancha? 60 million kelishtirib beramiz. Pul zarur srochni sotish. 60 million pul zarur kelishtirib beramiz deyapti. Motor qilingan, korobka, hadovoy hammasi zo'r. Amerikanga optira qo'yilgan. Lasettining Gentra qilingan. Lasettining Gentra qilingan. Hurmatli obunachilar, kraskasini o'zlaring kelasizlar, tekshirtirib ko'rib olaverasizlar. Yurgani qancha? 286 ming. 286 ming. Bunisi-chi? 186 ming. 186 ming kilometr yurgan ekan. Buni ham kraskasini tekshirtirib ko'rib olaverasizlar. Buni kraskasi qaysi tomonda bor? Buni bitta krillada bor, orqa krillada, keyin bu oldi krillasida bor. Oldi krillasida. Buni nech pul deyapsiz? Buni 85 deyapsiz, bundan kelishtirib beramiz. 85 million. Savdosi bor, ha. Savdosi bor deyapti. Akamiz tirikchilik deyapti. Tirikchilik degan bilan tirikchilikdagilar boya ham aytib o'tdim. Ustiga sizlarga 15 million, 20 million, 30 million qo'yib yubormaydi. 15 million, 30 million qo'yib yuborsa ham sizlar kelib turib, birdan 15 million qo'yibdi ekan deb turib, bemalol borib olib minib ketmaysizlar. Kelasizlar, savdo qilasizlar, yo'qsa minib ketib bemalol olaverasizlar. Endi o'zimiz minib yurganmiz. Lasetti'ni o'zimiz minib yurgan deyapti. Akamizda mana puli arzonlardan 60 million, 85 million. Bunisi nech pul? 65, buni ham kelishtirib beramiz. Bunisi ham kelishtirib beramiz, 65 million. 20 millioncha puli bo'lsa, telefon qilishsa 65 million degan Lasetti'ngiz bitib ketaveradi. Bo'laveradi, ha. Bo'laveradi, bitib ketaveradi deyapti. Xo'sh, unisi-chi? Unisini ham kelishtirib beramiz. Unisini ham kelishtirib beraveramiz deyapti. Mana ko'ringlar, hurmatli obunachilar, puli arzonlardan 55 million pullaringiz bo'lsa ham naqdga bitaverishi mumkin. Kelib, so'rab, ko'rib, kraskasini tekshirtirib ko'rib, sizlarga olaverasizlar. Xo'sh, salonlar holati endi hammasini zo'r deyapti. Hammasini chexolpolik kiydirganmiz, qilganmiz deydi. Buyog'ini so'rab, gaplashib olaverasizlar. Aka telefon raqamingizni aytib qo'ying. 88 lik, 88lik 951, 951 282. 282. Rahmat aka, charchamay bozoringiz bersin. Xo'sh, hurmatli obunachilar, arzonlardan chiqaring aka. Arzonlardan olmoqchimiz. 14, 15 lardan, mashinalardan, Cobalt, Gentra deganlaringizga mana ko'ringlar, hurmatli obunachilar, arzonlardan gaplashib olaverasizlar. Naqd pul bo'lsa, naqd pulga kelishtirib olaverasizlar bemalol. Xo'sh, yili yangiroqlardan chiqaring aka deganlaringizga yili yangiroqlardan ham chiqarib o'taveramiz bir qator. Xo'sh, Gentra mashinasi nechinchi yil ekan aka? 2015-yilda ishlab chiqarilgan oppoq rangdagi Gentra mashinasi. Xo'sh, konditsionerlari bor, ha? Konditsionerlari bor, 4-chi pokoleniya gazlari bor. Aka, motor hadovoylari qanday buning? Motor hadovoyda ishi yo'q. Motor hadovoyda ishi yo'q. Qayerda mashinasi bu? Shaharda, shaharda mashinasi. Mana ko'ringlar, mexanika avtomobil. Mexanika aka. Mexanika tarafda. Diska qo'yilgan, to'rtta balon. Xo'sh, balonlar holati mana. To'rtta ya, yangi balonlar qo'yilgan. Xo'sh, salonlar. Mana. Ko'ringlar mana. Xo'sh, necha ming yurgan aka bu? 280 ming kilometr yurgan ekan. Mashina taxlangan, tayyor holatda Sharsavizning mashinasi. Ko'ringlar, hurmatli obunachilar, hamma narsasini qilganman deyapti. Polit, chexol, hamma narsa monitor qo'yganman deyapti. Pult, mult hamma narsasini qilib qo'yib, taxlab qo'yganman deyapti. Aka, buni nech pul deyapsiz? Aka, to'xsha so'rab turibmiz. O'tmayotgan joylari bor. Nech pul bermadingiz? Bozor nech pul qildi? Savdoga keltirmi? Savdo. Aka 82 ga berdim. 82 ga berilma. Generalni ham chiqaraverasizmi? Generalni ham qilib beramiz. Generalni ham qilib beraveramiz deyapti. Aka, buni kraskalari qanday bu? Kraskasi u taraf ikkita eshikni tagiga mollikdan pastga sepilgan. Ozgina. Boshqa joyda yo'qmi? Aka tekshirib olishsin. Bemalol. Ustasini olib kelib tekshirtirib ko'rib olamiz. olamiz. Biz ham olganmiz, minganmiz. Olgan. Tirikchilikmi, dehqonchilikmi aka? Dehqonchilik aka. Dehqonchilikdan aka. Mana ko'ringlar akalar, dehqondan chiqaring aka deganlaringizga mana dehqondan ham to'g'ri kelaveradi. Hali bemalol bozorda mashinalar ko'p. Aka, buni qanday variantlarga sotasiz buni? Variantlarga
bizni kommentariyamizga fikr bildirishadi. Aka 20 million pulim bor edi, shu 2014-2015 olmoqchiman, qolgan 40 millionni yo 45 millionni bankda olib bersam bo'ladimi? Keyin bankka to'laveraman deydi yoki bo'lmasa ikkilamchi ham qilib beramiz aka. ikkilamchi ham qilib beraverasiz yoki bo'lmasa qolgan 40 millionni yana bir 5 million qo'shib turib 45 million qilib turib 6 oyga bo'lib bersam bo'lmaydimi deb turib bizga yozadi-da. Yo'q, bunaqasi yo'q. Bankdan bo'lakda ikkilamchi kredit qilib chiqarib beramiz. Ikkilamchi. Bank nech pulgacha beradi shunga? 50 million pul beradimi? Endi aka uni bankka borib hisoblatamiz-da, oladigan odam bilan borib. Oladigan odam bilan borib bankka borib hisoblasalaring bo'laveradi. Значит, xo'sh, 30 million, 25 million puli bo'lsa, bemalol sizga telefon qilishsa ishi bitaveradi. Nasib. Ishi bitaveradi. Telefon raqamingizni aytib qo'ying. 97lik 97lik 262 262 0015. Akamizga telefon savdolashib olaverasiz. Rahmat aka, charchamang, bozoringiz bersin. Xo'sh, hurmatli obunachilar, mana ma'lumotlarni berib o'tdi akamiz. Ko'ringlar. Xo'sh, Gentra mashinasi. Xo'sh, akalar, videomizda davom etamiz. Gentra kimdan ekan bu? Egalari yo'q. Xo'sh, hurmatli obunachilar, videomizni shu yerda yakunlaymiz. Endi hozir nargi tomonlarga o'tamiz. Nargi tomonlarga o'tib, nargi tomonlarga ham sizlarga videolarni taqdim etamiz. Har xil mashinalardan, egalari ruxsat berganlardan bitta layklarni bosib, obuna tugmachasini bosib videoni kuzatingizlar. Xo'sh, mana shu Lacetti'ni ham chiqarib o'taylik. Lacetti kimdan ekan? Sizlardanmi? Egasi yo'q ekan. Pul arzonlardan menimcha mana shu Lacetti'ni ham boya akamiz savdo qilyapti. Bitdimi, bitmadimi bilmadim. Yuklari bor. Xo'sh, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, charchamanglar. Hurmatli obunachilar, hozir bu tomonga o'tib ikkinchi qismini video qilib boshlaymiz.